Yaxshi yigit. Labbe. Idora kinam buzilib qolgan. Tuzatib bera olmaysizmi? Kinoda mashina bo'lardi-da. Haqiqatan hayotda olishamikini. Bitta oxirigacha borib ko'raychi. Yuring, yordam beraman singlim. Vakingiz qayerda? Siz divanda o'tirib turing, hozir kiyim alishtirib. Voy, hayotda olishar ekan, kinoda mana shunaqa bo'lardi. Hozir xalatda romantiklik chiqib keladi, kinoda mana shunaqa bo'lardi. Hello, sweet pie. Kino bu hayot. Hayot bu kino. Qadis. Yaxshimisiz, charchamasdan. Uydagilar yaxshimi? Kinoda ko'rgan ma'nosi qo'lini bunday qilib divanda yurgizadi. Hayotda olishar ekan, Ahad aka sizni yomonlaganlar qo'ltig'iga yugurib chiqsin. Apishdi. Apishdi. Mana oxiriga yetay dedinglar. Oxirida kinoni oxirida nima bo'lardi? Qo'lingizni oling. Qo'lingizni oling. Kinoni oxirida eri kelib eshik taqillatadi, ikkalamiz kelib shaqillatadi. Ahadjon chiqsa kino oldirmayman senga. Hozir kirib yasaydi yer. Bo'ldi, pishdi hali. Voy, qo'rqmang, hech kim kelmaydi. Eshik taqillamadi-yu. Ahad aka ham oshirib orar ekan, hayotdan jichi-picha olar ekan, xolos. Oxirigacha olmay ekan. Jin, o'taymi-da. Gazdan qarzinglar bormi? Yo'q, erim keldi. Kartinchani o'rnatib bo'ldi, agar ruxsat bersangiz biz ketamiz. O'xshamayapti. Voy, shkop ichiga kiring. Nima bo'lsa bo'ldi, shunday eshikni ochaman-da, borini aytaman. Orqangdan shotgacha keldim. Aytdim, bo'lmasanga